Assalomu alaykum Bozorbon YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. 2025-yilda mini stadion qurish qanchaga tushadi? Bugun shu haqida ma'lumot beramiz. Manzil Andijon viloyati, Andijon tumani, Nayman mahalla fuqarolar yig'ini Jahon bozoridan shundoqqina 2 kilometr pastga tushganingizda 2025 va 2026-yillarda mini stadion qurish qanchaga tushishi haqida ma'lumot beramiz. Doimgi hamkorimiz Anvar aka ishonchli odam. Mini stadion qurish sohasi bo'yicha bir necha yillik tajribaga ega, butun respublika bo'ylab qolaversa qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda ham mini stadion qurib bera olish imkoniyatiga ega. Anvar aka, hormang, charchamayapsizmi? 2025-yil hisobida bu nechinchisi? 2025-yil hisobida 15-si bo'lsa kerak. Aka ko'pligidan o'zi ham hisobini aniq bilmaydi, lekin juda ko'p. Birinchi ish Buxoroda podproyekt boshlangan. Umuman olganda mini stadion qurish uchun necha joy bo'lish kerak va nimadan boshlash kerak birinchi ish? Hozir standarti 22 ga 42. Mana palasalardan bu yoq o'ynaydigan joyi 20 ga 40 qoladi. Atrofiga 1 metr yo'lak. Ovutiga yo'lak qo'yamiz. Shu futbolchilar chiqib tashqarida ovut tepgani. Standart tasmiri o'sha 42-22 ketaveradi. 22-24 ga 44, 22 ga 44, bu yog'i 25 ga 50, 60 ketaveradi bu yog'i. Klient xohishiga qarab. Tushunarli. Birinchi nimadan ishni boshlash kerak? Endi birinchi temirini tayinlaymiz, keyin stakanini kavlatamiz, stakaniga beton qo'yamiz, temirini ko'targandan keyin mana bunga o'xshatib 40 sm balandlikda beton quyib chiqamiz. Beton quyib. Xo'p, jarayonga to'xtalishdan oldin qadrdon tomoshabinlar, bu yerda ochiq stadion bo'lgan. 11 yil oldin ochiq stadion qurilgan ekan. 11 yildan keyin mana bunday holatda stadion bitgan. Bo'lganda birinchi navbatda joy tayinlash kerak va ustani ishonchlisini topish kerak. Ishiga javob beradigan, aniqroq ishiga javob bera oladi. Katta ishlab, katta xizmat ko'rsatuvchi hisoblanadi. Anvar aka, keling, ochiq bugungi kunda ochiq stadion qurgan ma'qulmi yoki yopiq stadion? Uni ochig'ini va yopig'ini, foydali va plus va minus tomonlari haqida gapirib bersangiz. Endi ochiq stadion hozir ko'proq talab yopiqqa bo'lyapti. Ochiq stadion qishki kunida endi misol o'ynal bo'lmaydi. Hozir uji sham tushyapti, yomg'ir chachinda o'ynal bo'lmaydi, o'ynab bo'lmaydi. Hozir mana yopiq stadionni yopganmiz, mana qishi bilan zo'r o'yin bo'laveradi bemalol. Tushunarli. Ochig'ini ham, yopig'ini ham qilib berish imkoniyati bor sizda. Hammasini imkoniyati bor. Tushunarli, qadrdon tomoshabinlar. Mana bunday holatda ochiqqa ham o'tamiz. Dastlab yopiq haqida. Bu yerda o'lchami 42-22 bo'lgan. Qanaqa materiallarda bo'ldi? Xo'p, material konteyner materialdan qilganmiz, tepasiga tunka yopganmiz. Konteyner materialda boshqa material, boshqa temirlarga nisbatan ustunlik jihati nimada? Ustunlik jihati hamyonbop, baquvvat, hamyonbop, eng asosiysi hamyonbop. Hamyonbop, ertaga zanglab, bukilib, qiyshayib ketmaydimi? Buni ham ichi ham tashlangan kraska bo'lgani uchun bunaqa narsa bo'lmaydi. Stenasini qalinligi necha bo'ladi? Stenasi 2 bo'ladi. Shunda juplanganda qancha chiqadi? 4 ga 5 bo'ladi. 4 ga 5, 2 bo'lar ekan stenasi, qadrdon tomoshabinlar. Yana bitta bilgan narsam, 8 li temirdan foydalanadigan ekan. Qolganlar 7, 6 to'g'ri olganda mana bunday qilib sifatli ish qilib beradi. Qolganlarga nisbatan burchakdagi havolarni qo'yadi, pastlariga shartta tortib, chotki holatda qilib beriladi. Xohlasangiz dimoxod havo aylanish uchun bunaqa holatlar ham qilib beradi. Albatta kelishuv asosida bu yerda skameykalar ketilgan. Xo'p, narxi necha pul tushyapti konteynerdan? Konteynerdan tepasini o'zini xizmatini qilib beradigan bo'lsak, 150 milliondan boshlanib ketaveradi bu yog'i. Razmeriga qarab, ishlatiladigan materialiga qarab ketaveradi. Shu 150 millionning ichida nimalari bor? 150 millionning ichida temir materiali hammasi o'zimizdan bo'ladi. Elektrodiskigacha tepasiga tunkasini olib beradi. Samarasi bilan qatir berish xizmati ham shu ichida bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, profildan xohlovchilar uchun profildan ham yopib berilaveradi. Profil, turba, xohlagan stilda qilib beramiz. Profil necha qilgan ma'qul va qanaqa holatda qilinadi? Profil 6 ga 4, 5 ga 4 bo'laveradi, 5 ga 5.
Undan patkulich holatda necha pul chiqadi? Xo'p, patkulich holatida konteynerdan hozir qilib berayotgan bo'lsak, patkulich holatida 500 million bo'lyapti. 500 millionga qilib beryapmiz. Patkulich chachagi 22 ga 42 ni. Profildan bo'ladigan bo'lsa qo'shiladi. Turbadan bo'ladigan bo'lsa ham qo'shiladi. Taxminan necha pul chiqadi? Taxminan 600 millionning tepasida chiqadi. Profildan. Turba unga nisbatan hamyonroq. Turba ham o'shanaqa chiqadi. Profil bilan turbani farqi bir xil pashti. Hozir mana boshqa obyektlarimiz bor. Endi xudo xolasa boshladik. Ulardan bitganini qo'yamiz. Turbadan qilyapmiz hozir ikkita joyda. Turbadan qilyapmiz. 3 tali firma qilib. Uni ham oz qoldi. Mana shu oyda oxirigacha xudo xolasa topshiramiz ikkovsini ham. Ikkita joyda qilinyapti hozir. Ularni ham xudo xolasa syomka qilamiz. Demak, siz patkulich holatda xohlasa xizmat ko'rsatib beraverasiz. Xizmat ko'rsatib beraverasiz. Temirlarni olib bersa. Olib bersa. Tushunarli. Xohlasa turbadan, xohlasa profildan. Umuman olganda konteynerdan turba profillarda qulayligi qanaqa? Turba profillar endi buni uloq temir deb ko'pchilik suymashi mumkin. Atak baquvvatligi bir xil narsa. Ishga javob beriladimi? Ishga javob beriladi. Konteynerdan qilsak ham, turbadan qilsak ham, profildan qilsak ham ishga javob beriladi. Tushunarli. Bundan tashqari davlat tomonidan qurilganlar asosan profil va turbalarni quriladi. Proyekt bo'lsa, proyekt ham qilib beramiz. Proyekt ham qilib beriladi. Albatta kelishuv asosida bo'ladi, qadrli tomoshabinlar. Xo'p, tunkasini qanaqasini yopgan ma'qul? Nechiga? Xo'p, 208 3 yopamiz asosan. Eng qalini 3 yopamiz. Mayda kanal yopamiz. Shtobi ko'p joylarda e'tibor bergan bo'lsangiz, yonboshidan quyosh nur tushishlari bo'lib qoladi, shel bo'lib qoladi. Biznikida xudo xolasa unaqa narsasi yo'q. Tunkalarni ham o'zimiz zakaz qilganmiz, uy egasi bilan kelishgan holat. Bu yerda o'zimiz zakaz qilib, o'zimiz olib kelib, o'zimiz qatirib berganmiz. O'shuning uchun tunkan sifatlisi ham yaxshi sifati va ustalarni qatirib cho'tka bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Ochiq joyi yo'q, ya'ni nur tushib turmaydi. Nur tushadigan bo'lsa, uy egasiga biroz noqulay bo'ladi. Yoqmaydi. Umuman olganda mana bunday jarayonlar bo'ladi. Ichkarisiga setka tortiladi. Setka haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Ichkarisiga tom setka deymiz. Sal yuqoriroqdan tortamiz. Yerdan 3 metr balandlikda qalin setka tortiladi. Ikki yonboshiga, oldi bilan orqasiga qalinidan. O tomidan patolog yergacha qo'lni qalinidan tortamiz. Xo'p, mana bunday qo'lda to'qib chiqilgan, bu qo'lda to'qilgan qalin to'rt setka hisoblanadi. Aytib o'tilgan narxning ichida shu setkalargacha tortib berish bo'ladi. Qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar. Qadrli tomoshabinlar, mana bunday holatda yana so'raydigan savollarimiz bor. Siz uchun maxsus tayyorlab kelganmiz. Shuni inobatga olib, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. Anvar aka, tunka masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy necha kvadrat tunka ketadi? Xo'p, stadionni katta kichikligiga qarab, hozir 1,5 mingdan 2000 kvadratgacha ketadi. 1,5 ming deganimiz endi sal kichikroq. Bu yerlarga endi hozir 42-22 ga 1600, 1,5 mingdan 2000 kvadratgacha ketadi. Tushunarli. Xo'p, qadrli tomoshabinlar, asosiy figurasini ko'tartirganingizdan keyin tomiga tunka yopiladi va atrofiga necha santimetr qilib beton qo'ygan ma'qul? 40 santimetr beton qo'yiladi atrofiga. 40 santimetr beton qo'yiladi. Endi bu yerda baland bo'lib qolgan sababi biz eski stadionni o'rniga qo'yganimiz uchun baland bo'lib qolgan. 40 santimetr bu tagiga zasipka qilinmadi, boshqa qilinmadi. Shu faqat fundament qo'yildi xolos. Ikki yonboshiga, oldi orqasiga mana ko'rishingiz mumkin, yo'q bu yoqda. Faqat o'zini holatini ko'tarib qo'yganmiz xolos. Sizda ochiq, mana bunday yonida ochiq stadion bor, aytib o'tganimizdek, bu yer ham ochiq bo'lgan, ochiq bo'ladigan bo'lsa stadioningiz, uni ham ko'tarib beraveramiz. Albatta temirlarni ishlatib yuborish sharti bilan bu yog'i kelishib ketiladi. Xo'p, zasipkasi qanaqa bo'ladi? Ochiq stadionda va yopiq stadion zasipkasiga to'xtalaylik. Xo'p, bu yerga zasipka qilinmadi, pastda ishto. Zasipka qilinmadi, faqat tekisladik, bir qator anaqada urdik. Vibrabilda urib chiqdikda, keyin gazon yotkizdik. Ustida endi обязательно qum granulasi tashaladi. Tushunarli. Zasipkani etapini haqida ma'lumot beraylik. Etap bo'ladigan bo'lsa, zasipkaniki 10 sm yirikroq shag'al, 10 sm sheben, 5 sm har xil joyda medpisok deydi, bizga medpisok deydi, endi vodiyda medpisok deydi. Klinis deyiladi ko'proq. Klinis 5 sm, undan keyin gazon, gazondan keyin gazon ustiga yoziladigan narsalari. Tushunarli.
qum kelib va mana bunday granula granula. solinadi. Ochiq qiladigan bo'lsangiz, albatta katodni tepalatib yuborasiz, sababi unga ko'proq Katta yomg'ir yog'ishi mumkin, yog'adi, Yog'adi, tabiiy shuning uchun. va yeringizni notekis qilishi mumkin. Yopiqda esa vibra piltada ursa zo'r holatda bo'ladi. Chimlarga to'xtaladigan bo'lsak, chim qayerdaki va uni ham o'lchami bor. Necha kvadrat ketadi o'zi? Xo'p. Shu yerga endi betonlarni ustiga chiqaradigan bo'lsak 1000 kvadrat gazon ketadi. 1000 kvadrat atrofida gazon ketadi. Gazon bosh xizmatlari ham akani o'zida va bu yerga aytib o'tganimizdek qo'shimcha ravishda tomiga dimoxod va skameykalar qilingan. Bu ham kelishilgan holatda. Kelishilgan holat. Lekin o'zini ishida, standart ishida mana bunday chekkasiga suv tushmasligi uchun bu yoqqa mana bunday qilib shapkalar chiqarib beriladi hamisha. Hamisha beriladi. Hamisha shapkalar chiqarib beriladi. Bunga egasi bilan kelishilgan holatda qo'shimcha skameykalar qo'yib ketilgan. Necha kunda bitdi va necha pulga bitdi bu yer? Xo'p. Bu yerda narxi hammasi rasxod materiali bilan 400 millionga bordi. 400 million so'mga bordi. Ochiqligini hisobiga. Ochiqligi hisobiga endi buni qarab turing. Naronjon, bu yerga zasipka qilinmadi. Zasipka qilinmadi, faqat eski gazondan olib borildi xolos. Zasipka qilinmadi, yangi gazon bosildi, temirdan ko'tarildi. Fundamenti ozgina qo'yildi xolos, ikki chekkasiga qo'yildi xolos. O'zini mana bu turbalari bor edi, turbalarni o'zini ishlatdik. Asosiy bakovoylariga. Asosiy bakovoylariga, bu yoqdagi skameykalarini ham o'zlarini materialidan ishlatdik, o'zidan chiqqan uvol bo'lmasin deb o'zinikini ishlatdik. Asosiy bizniki tepa bo'ldi xolos. Tushunarli, qadrdon tomosha. Konteyner patkuluch holati necha pul bo'lyapti? Konteyner patkuluch holati 500 milliondan boshlanadi. 500 million so'mdan boshlanadi. U yog'i qulayliklarga qarab narxlar o'zgarib ketaveradi. Agar 500 million so'mdan arzonroq bo'lishi mumkin, eko-bakovoyga 4 setga tortish mumkin. Shunaqa? Shunaqa. Arzonlash holati ham bor. Endi sizni cho'ntagingizga qarab, qadrdon tomoshabinlar, ekraningizda Anvar aka raqami turibdi. Aloqaga chiqqan holatda bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatiladi. Bundan tashqari Qozog'istondagi ishchilari ham bor, Tojikiston, Qirg'iziston. Anvar aka, ustalar haqida ma'lumot bersak, nechta guruh bor va ularda professionallik darajasi qanaqa, tajribasi? Hozir men bilan ishlayotgan, pastdan ishlayotgan bolalar 3 ta guruhi bor. Shu stadion doimiy stadion qiladi. Boshqa ish qilishmaydi, faqat doimiy stadion qiladigan bolalar. Tushunarli, ustalar ham professional, bemalol ishiga javob beradi. Mana ishini ko'rib turishingiz mumkin. Mana bunday ishlari, dugalari mana bir xil egilgan, bir xil yopilgan. Xudo xolasa tunkalarida aybi yo'q. Umuman olganda Anvar akani tavsiya qilamiz. O'zimizni sinovdan o'tgan, sababi qolganlarda materialdan qisish bo'lishi mumkin, lekin Anvar aka unaqa emas. Ish puxta bo'lsin, chiroyli bo'lsin, asosiysi uzoq xizmat qilsin. Umuman olganda bu biznes o'zini o'zi necha yilda oqlaydi va bu biznes oqlashini tezlashtirish uchun nimalar qilish kerak? 2 yilda o'zini o'zi oqlaydi. 2 yilda, o'rtacha hisobda 2 yilda. Endi yurgizish o'zida bog'liq. Misol chempionatlar o'tkazadigan bo'lsa, ham reklama bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ko'p odam keladi, stadionni haligi holatini ko'radi, bu yer yaxshi ekan, yangi ekan degan fikr xayol bo'ladi odamlar. 2 yildan keyin bu remontlar bo'lmaydi. Necha yilda qayta remont qilinadi? Mana ochiq stadion aka 10 yil burun qilgan. 10 yil, 11 yil bo'ldi. 11 yilda mana endi remont qilyapti. Yana 1-2 yil o'ynaydi tashqarisida, tashqari ochiqida 2 yil o'ynaydi. Mana endi buni yopdik 10 yil emas, undan ham ko'proq. Bu bosgan o'sha biz hozir bosgan gazondan bosgan bu yerga Samarqandnikini, biz ham xuddi o'shini bosdik, Samarqandnikini. Samarqandnikini bosdik. Mana holati 10 yil, 12 yil, 11 yilda shu holati. Qadrdon tomoshabinlar, xo'p, men stadion bo'yicha ko'p surishtirib yuraman. Bu yer aytib o'tganingizdek 11 yildan ortiq. Bunisi ochig'i 100 ming so'mdan soatga qo'yapti ekan. Bu ham remontdan keyin yana ochilar ekan. Bu yer esa kunda 6 ta o'yin bo'lyapti ekan, qadrdon tomoshabinlar. 150 ming so'mdan dalniy momentda qo'yishyapti ekan. Ochiq stadionni necha puldan qilib berish imkoniyatimiz bor? Ochiq stadion 300 milliondan boshlab qilib beramiz. 300 million so'mdan boshlab, qulayliklarga qarab, bu ham o'zgaradi. Ekraningizda raqamlar bor. Aloqaga chiqing, butun respublika bo'ylab, SNG bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Qolgan ishlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Anvar akaning ish sifatli, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.